Assalomu alaykum. Yana mavzumiz zaharlanish haqida. Siz e'tibor bermaysiz, lekin mollarning o'limiga sabab bo'layotgan zaharlanishlar. Ko'rinishidan oddiy, lekin mollarning o'limiga sabab bo'layapti. Bir xillarda 5 ta, 6 ta moli birdansiga zaharlanib, uning ichidan 2 tasi, bittasi qolyapti va qolgani o'layapti. Ayniqsa bu narsa yoz paytida maydan boshlab juda ko'p uchraydi. Videoni oxirigacha kuzatib boring va obuna bo'lib qo'ying. Siz uchun albatta foydali bo'ladi. Like ham bosib qo'ying. Siz avval ko'p mol boqmagansiz, endi mol boqayotgan bo'lsangiz, videolarni obuna bo'lib qo'yib, hammasini bir qaytadan ko'rib chiqing. Siz uchun ozgina bo'lsa-da foydali bo'lishi aniq. Siz yoz davomida molingizga e'tibor bering. Nimalarga? Zaharlanmasligi uchun. Makkaylarda qolin ekilgan joylaridan molga o'rib bermang. Makkaylarda albatta quritib bering. Molingiz ko'p zaharlanmaydi. Qalin joylarini, dashtlarga boqayotganda daraxtlarga dori sepiladi, har xil hasharotlarni, kasalliklar. O'sha joylardan ham o't yesa mol zaharlanadi. No'xatga dori sepiladi, kachkalarga dori sepiladi, har xil ekinlarga, bug'doylarga ham dori sepiladi, zangga qarshi, boshqa kasallik. Ularda sug'orilgandan keyin oqavasi oriqqa kelib tushadi. U dori sepilgan joyda sug'orilgan oqavasi oriqqa kelib tushadi. Siz undan molingizni sug'orasiz. Mana bu ham zaharlanishga sabab bo'ladi, o'limiga sabab bo'ladi. E'tiborli bo'ling. Kachka palaklarni kachka kovlagandan keyin hech qachon bermang. Agar sizda 6-7 ta molingiz bo'lsa, bir qator bersangiz, ulgurmay qolasiz ularni qonini tozalashga. Agar siz molingiz zaharlanganini bildingiz, hech qachon sug'ormang. O'tlatib bo'ldingiz-ku, siz birdan bilib qoldingiz. Hech qachon sug'ormang, darrov mol doktorini chaqirib, osma qo'yib qonini yuving. Yana e'tiborli bo'ling, ertalab kun issiq paytlari molga yemini suv solib yuvitib qo'yasiz, kechqurun berasiz. Bunda bu yem ham, ichiga solingan po'choqlar ham bijg'ib zaharlanadi. Davomi bor.